Manikur o'zini yozdingizmi 7ga? Ha, o'taman 7larga. Ha. Bo'pti, xo'p. Voy, hali ovqat qilmadingizmi? Bolam 6 bo'lyapti. Qo'shnilar osh olib chiqsa, nima beramiz? Qo'shnilaringizni kafilini olganim yo'q-ku. Osh olib chiqsa bir-birnikini almashtirib beravering. Men soat 7da ketaman. O'zingiz bir nima tayinlab yersizlar. Menga qara, nima bo'pti? Yo'q, hech narsa. Soat 7da ketar ekansan. Shu onam aytgan ovqatlarni ertaroq solib qo'ysang bo'lardi-yu. Sizlar tutgan ro'zani men ham tutganman. Meni ham qornim ochdi. Men uyda emas, ko'chaga chiqib bu narsa yemoqchi edim. O'zlari bir nima tayinlab yesalar bo'ladi-yu, o'zlarini eplab. Kelin, shu ta'midingiz mashkullarni yuvib bering. Shu qiyin emas-ku. Menga aytmasdan ham qilsanglar bo'ladi-yu. Bunda kelasiz mana. Mana kir mashina, ochasiz, bitta knopkani bosib yuborsangiz bo'ldi, yuvib beradi bir pasda. Uzr kelin. Onasi qatta xato qilib qo'ydik-ku. O'g'limizni uylantirib, ortiq havas ko'ramiz dedik. Endi peshonada borini ko'ramiz-da. Menga qara, senga nima yetmayapti? Ota-onam mendan noroziman deyaptilar. Sar bundoq qarab turib ko'ngillarni olsang bo'lmaydimi? Menga qarang, nimaga men hammanglarni ko'nglinglarga qarashim kerak deb, meni ko'nglimga qaramaysizlar, e'tibor bermaysiz. Ha, jonimga tegib ketdi hammasi, tushunyapsizmi? Yo meni tanlang, yo ota-onangizni tanlang. Shu narsani esdan chiqazmagan. Sen bilan yayrab yashnab ota-onamga oq bo'lgandan ko'ra, sendan voz kechtirib ota-onamni oyog'ini ostida qul bo'lganim yaxshi. Sen bilan yayrab yashnab ota-onamga oq bo'lgandan ko'ra, sendan voz kechtirib ota-onamni oyog'ini ostida qul bo'lganim yaxshi.